Qizlar, bu детский zubni pastalar. Bu ham judayam ekologически toza. Bolajonlarimiz mana apelsin rasmi. Shunaqa приятный, mazza qilib havos ketishini yuvadi bolajonlarimiz. Qizlar, yana zo'r tomoni, buni atilab bolalarni gijasini tushirish uchun ham bundan foydalanishadi. Ma'lumot lichkada beriladi. Haqiqatda gijja tushirgan ko'rganmiz. Haqiqatda zo'r. Bolalaringiz yig'lamasdan, og'zim achivatdi demasdan mazza qilib tishlarini yuvadi. Bolalarimizni tishlarini asraydi, milklarimizni asraydi. Kimni boyga kattalar zubni pastasida ham e'tibor chizma chiqdi. Masalan, parodontoz bo'lsa, milklari qonisa, misol uchun bor, har xil og'iz kasalliklari bor. Hammasini bartaraf qiladi. Hammasini. Mana shu oddiy ko'ringan zubni pastalar juda ham katta lechebniy effektga ega.